Assalomu alaykum. Bugun 24-may 2026-yil. Xudo xolisi pomidorlarimiz rivojlanishda davom etyapti. Alhamdulillah. Ranglari ham sekin qizarish boshlayapti. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda bo'lib turibdi. Boshlarini уже chimchilashni boshladik. O'tgan safar aytib o'tganimdek. Bugun ildizidan ozuqa beryapmiz. Ozuqamiz Eronning Datis kompaniyasining ozuqasi. 1 tonna suvga 2 kilodan qo'shib beryapmiz. Undan tashqari magniy sulfat 1 tonna suvga 1,5 kilo, kaliy nitrat 1 tonna suvga 1,5 kilo va temir moddasini ham qo'shyapmiz. 1 tonna suvga 100 grammdan. Ko'rishingiz mumkin pomidorlarimiz xohlisi boshlanib chimchilab, endi mevalarni yiriklashtirishga harakat qilamiz. Mana bu yerda ham mana suratda ana qizarganlari tekdi. Xudo xolisi hayitgacha pochin qilsa kerak, nasib bo'lsa. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor holatda. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yetkazganiga shukr. Jami maydonimiz 13 sotix. O'shanga 3200 ta ko'chada ekilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi har 5 kunda bir ozuqa berib turamiz va nasib qilsa yomg'irli kunlar o'tsa qora setkalardan olib kelib qo'yganmiz. O'shalarni yopishimiz kerak. Sababi agar qora setkalarni yopmasak, pomidorni kuydirib, quyosh kuydirib qo'yishi mumkin va bu o'z natijasida hosil sifatiga ham ta'sir qiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'lasizlar.